lazer organizm uchun zararli va har xil onkologik kasalliklar chaqiradi degan odamlar orasida noto'g'ri fikr yuribdi. Varikoz bugungi kunda varikoz kasalligi zamonaviy lazer usulida davolanadi. Bu odam uchun umuman xavfsiz. Keling, oddiy tilda lazer nimaligini sizlarga tushuntirib beraman. Keling, fonar nurini oladigan bo'lsak, fonar yoqqan yerda oddiy yorug'lik nuri har tomonlama yoyilib xonani yoritib beradi. Lazer xuddi shu nurni o'zi, faqat maxsus apparatura yordamida shu nur har tomonlama emas, bitta nuqtaga yo'naltirib beriladi. Uni kuchi ancha kuchli, ko'p bo'ladi va bitta to'lqinli bo'ladi. Borib faqat bitta nuqtaga borib taqaladi. Shu nuqtadan boshqa hech qayerga umuman ta'siri yo'q. Shu ta'sir ham faqat kuydiradigan holatgacha olib keladi. Tibbiyotda shaxsan varikoz kasalligida varikoz kengaygan tomirning ichiga maxsus kateter, lazer yetkazgich kirgiziladi. Shu kateter orqali lazer nuri tomir devoriga borib, faqat tomir devoriga ta'sir qiladi. Tomir devoridan tashqariga umuman hech qayerga ta'siri yo'q. Hattoki onkologik kasalliklarda bu davo usulini bemalol qo'rqmasdan qo'llasa bo'ladi. Bugungi kunda lazer juda ko'p sohalarda ishlatiladi. Nafaqat tibbiyotda, sanoatda, qurilishda, aloqa, IT sohasida, mudofaa va xavfsizlikda, ishlab chiqarish, elektronika sohasida, hattoki san'atimizda bitta ham shoularimiz lazersiz o'tmaydi. Shuning uchun lazer umuman xavfsizligiga ishonsangiz bo'ladi.